O'sha telefonni olib bergan otalar, mana quloq solishimiz kerak bu gapga. Quloq solishimiz kerak. Uylanmagan, balog'at yetmagan bolalarning qo'liga qimmat telefon olib bermanglar. Agar juda ham zarur bo'lsa, eng oddiysini olib beringlar. Yana nima deydi? Bolasi odoblik, eslik, axloqli, hayoli, shijoatli bo'lishini xohlaydi bu otalar. Ota-onasini hurmat qilishini, ukalariga rahm shafqat qilishini kutadi. Bolangni o'zi tiqib qo'ygan bo'lsa, mana shu chiga. Bolangni o'y fikri, kiyinishi, yurish-turishi gapi ana shu g'arblarga o'xshashlik bo'lsa g'ami. Qayoqdan seni bolang tarbiyali bo'lsa? Televizor. Bu alohida mavzu. Televizor tagida modalab o'tiradigan bo'lib qoldik. Shu bilan siz bilan bizni musulmon ummatini, musulmon farzandlarini vayron qildi, yakson qildi. Yana o'zimiz g'ayri dinlarga